aholi salomatligi, xavfsizligini ta'minlash hamda sifati kafolatlanmagan va tegishli hujjatlari bo'lmagan tibbiy dori vositalarining savdoga chiqarilishiga qarshi huquq-tartibot idoralari va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan keskin choralar ko'rilmoqda. Zero, bunday dori vositalarining iste'moli inson hayotiga jiddiy xavf solishi mumkin. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, ichki ishlar organlari va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Kosonsoy tumanida yashovchi 1971, 1975 va 1990-yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro tomonidan tumanning O'rikzor, Gulobod va Maxdumiy A'zam mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida tashkil etilgan 3 ta yashirin ombor fosh etildi. Natijada taxminiy qiymati 379 million so'mdan ortiq bo'lgan 723 turdagi jami 57422 dona xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan va sifat sertifikatiga ega bo'lmagan, shuningdek ayrimlarning yaroqlilik muddati o'tib ketgan kontrafakt dori vositalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Xizmatning Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda esa Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi 1965-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida tegishli litsenziyasiz dorixona tashkil qilib, 82 turdagi jami 1520 dona me'yoriy hujjati bo'lmagan dori vositalarini sotib kelayotgani aniqlandi. Bu kabi qonun buzilish holati Samarqand shahrida ham qayd etilib, jumladan 1980-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro ijaraga olgan omborxonalarda 225 turdagi jami 14322 dona iste'molga yaroqsiz dori vositalarini sotish maqsadida saqlab kelayotganligi Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan fosh etildi. Hozirda har uchala holatda olingan dori vositalariga nisbatan ekspertiza tayinlanib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.